2010-yil Londondaligimda 2018-yildagi jahon chempionati qayerga bo'lishi aniqlanayotgan edi. Yoki Angliyada bo'lishi kerak, yo Rossiyada bo'lishi kerak. FIFA aniqlayapti. O'shanda men televideniyadan ko'ryapman va aytayapman, shu Rossiyada bo'la qolsin. Chunki biz O'zbekistonda bo'lsak ham Rossiyaga borishimiz Angliyaga qaraganda borish osonroq. Chunki niyatimiz jahon chempionatini borib stadiondan tomosha qilish. Va o'shanda haqiqatan ham Rossiyaga chempionat mer bo'ldi 2018-yildagi. Orada 2010-yildagi gap bu. Orada 2014 Braziliyada bo'ldi. 2018 Rossiyada bo'ldi, 2022 Qatarda bo'ldi, va bu yil 2026 Amerika, Kanada va Meksikalarda bo'ladi va bunda bizni O'zbekiston ham qatnashadi, xudo xolasa. Va biron bir jahon chempionatidagi o'yinni haligacha stadiondan ko'rganim yo'q, lekin niyatim bor. Xudo xolasa inshaalloh jahon chempionatini biron bir o'yinni stadiondan borib ko'rish niyatim bor. 2030-yil bo'lsa ham borib ko'ramiz. Nima dedingiz? Yoki Amerikaga kirsak viza berarmikan jahon chempionati 26 uchun?